Soliha pirog qotdilar. O'zi birinchi qotdilar. Mana tvorogli bilinchigimizni ichiga qulupniylarni to'g'rab oldik. Hozir chiroyli qilib muxlisa nachinkalarini qilaylik. Tvorog ezib tashlagan qulupniyni bekorga yiri to'g'rattirmadim. Teylari bilan shakar tegidi, ha? Yaxshilab aralashtiring. Teylari bilan terla. Uzoqdan tepadan pastga qiling, tepadan pastga qiling. O'shanda qulupniy ezilib ketmaydi, ha? Bosmang. Ustiga tashlab qo'ying, bosmang, ha? O'z chiroyli chiqibdi. Zo'r desa. Mana bugun biz qiymali bilinchi, mana qulupniyli, tvorog, nachinkali bilinchi tayyorgarligimizni qilib oldik. Hozir qizlarimiz pishirtirishadi, xudo xolisa. Kuzatinglar.